Assalomu alaykum. Bugun mana Zayniddin studentimizni Macquarie universitetida turibmiz. Zayniddin Foundation'ni bitirdik. Hozir bakalavrda o'qiyapsiz. Foundation'da o'qish va o'zingiz mana tajribangiz bo'lgan universitet accommodation'da turgansiz. Shu birinchi yil tajribangizni o'zingiz aytib bersiz. Yaxshi, yomon tomonlarini. Xo'p, birinchi marta shu Avstraliyaga kelgan paytda hammada bo'lgandek ozroq uydagilar savol bo'ladi. Foundation fanlari qiyin bo'ldimi? O'zi foundation o'qishni tavsiya qilasizmi yoki SAT olib to'g'rima-to'g'ri bakalavrga kelgan yaxshimi yoki ko'pchiligi foundation adaptatsiya bo'ladi deyshadi. Qanchalik shu gap to'g'ri? Endi siz aytgan shu ikki xil yo'l bor, yoki foundationga yoki sразу bachelor'ga kelsa bo'ladi. Yoki undan tashqari diplomaga ham kelsa bo'ladi bolalar. Menda ham o'zi SAT bor, lekin foundation tanlaganman, sababi bu yoqda vizangiz ko'proq bo'ladi, 4 yil muddatga bo'ladi. O'sha bakalavr 3 yil kelgandan ko'ra shu birinchi foydasi. Endi foundationda aytganingizdek adaptatsiyasi yaxshi, lekin men accommodationda turdim, university accommodationda. Ancha yaxshi bo'ldi. Bu yoqdagi shu avstraliyalik mahalliy aholi turadi. Bolalar bilan ancha gaplashib, muloqotda ham ancha adaptatsiya yaxshiroq bo'ladi. Va foundationda o'sha maktabga o'xshab osonroq, ko'p narsani noldan tushuntiradi, ko'p narsani o'rgatadi. Shu taraflama foundation qiladi. Endi bakalavr taraflama pluslari bakalavrda haftada darslar kamroq bo'ladi. Shu tarafi zo'r. Agar boshqa narsaga ham vaqtini sarflamoqchi bo'lsa, bakalavrga kelgani ham bir tarafdan yaxshi. Sababi foundationda haftada 5 kun dars bo'lsa, bakalavrda haftada 2 kun yoki 1 kun to'g'rilasa ham bo'ladi. Mana shu dars ko'pligi, diploma balkim o'rtoqlaringiz bordir, diplomada o'qigan, kim tanishlar. Foundation, diploma, bakalavrda o'rtacha haftada necha soat, necha kundan tushadi? Foundationda biz holatimizda ertalab o'sha 8 da boshlanadi. O'sha obedda 1 da tugadi. Ikkita fan bo'ladi xolos. Ikkita fan bo'ladi. Birinchisi har bitta fan 2 soatdan bo'ladi. Oralig'ida o'sha yarim soat, 1 soatga dam beradi. Yoki foundationda o'sha narsasi ham qulay emas. Ba'zida o'zingiz tanlamay qolasiz. Gruppa to'lib qoladigan bo'lsa, ertalab birinchi dars bo'ladi, obeddan keyin ikkinchi dars bo'lib qolishi mumkin. Ba'zi universitetlarda, masalan, eshitdim, boshqa universitetlarda ularda fan ko'proq ekan. 5-6 ta fan o'qishadi, o'sha tarafdan bolalar qiynalishyapti. Macquarie'da bo'lsa, har bitta termda 2 ta fan o'qiysiz. Har bitta termda 2 ta fan o'qigani ancha qulayroq. Uni qiyinchilik bo'lmaydi. O'shanda foundationda bakalavrda bo'lsa, bakalavrda bitta semestrda 4 unit bo'ladi. Masalan, men 2 kun darsga kelaman, 2 kun, 1 kun 2 ta darsim bor, 1 kun 2 ta fanim bor. Har bitta darsda bitta lecture bo'ladi va bitta tutorial oddiy fanlar bo'ladi, gruppovoy. Lecturega onlayn qatnashsangiz ham bo'ladi, darslarga lekin kelish majburiy. Diplomada tanishlarga Diplomada lekin o'qigan bolalar bilan bilmayman, ularda experience bor. Xo'p, nimasi bo'ladi? Ovqatlanish, ko'pchilik savol beradi, halol ovqatlar bormi? Keyin xavfsizlik tomonlama, ko'pchilik bor chet elda o'zini, misol uchun 18-19 yoshli bolani qo'yib yuborishga qo'rqishadi. O'zi nimasi bo'ladi? Balki mana boshqa chet el davlatlarida bo'lgan bo'lsangiz, nima afzal tomonlarini ko'rdingiz? Xo'p, Avstraliyada, aynan Sidneyda halol ovqatdan muammo yo'q. Hattoki supermarketlarda ham halol go'shtlar sotadi, halol mahsulotlar bor. Sidneyda ancha qulay. Agar o'zimizga yaqin bo'lgan ovqatlarda qiziq bo'lsa, o'sha Uyg'urlar oshxonasi bor. Uyg'urlar oshxonasiga kirib ovqatlansa ham bo'ladi. Sharoit tomonlama Sidneyda yaxshi tarafi siz aytganingizdek tinch va xavfsiz. Xavfsizlik tomonlama unaqa muammo yo'q. Hamma joy ko'rib turganingizdek yaxshi. O'rmon ba'zilar qo'rqadi, bu yerda nimasi bo'ladi, hayvonlar, hasharotlar bor deb. Shahar joylarda bunaqa muammo yo'q. Avstraliyani outbackiga o'tsa shunaqa hayvonlar bor albatta, lekin bu oddiy shahar joylarida juda ham xavfsizlikdan muammo yo'q. Shu sizlar ham Zayniddin studentimizga o'xshab Avstraliyada o'qish niyatinglar bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat.